Kamchatka qor ostida qolmoqda. So'nggi kunlarda Kamchatkada juda kuchli va uzluksiz qor yog'ishi kuzatilmoqda. Qalin qor qatlamlari uylarning tomigacha yetib borgan. Pastki qavatlarda yashovchilar uchun chiqish yo'llari butunlay berkilgan. Odamlar uylardan faqat yuqori qavatdagi qo'shnilarning derazalari orqali pastdagi qorga sakrab, tashqariga chiqishga majbur bo'lmoqda. Kundalik hayot deyarli to'xtagan. Ko'plab ish joylari yopilgan, ish faoliyati masofaviy tizimga o'tkazilgan. Hududda havo harorati -15-20 daraja atrofida. Kuchli sovuq va qalin qor Kamchatkada hayotni izdan chiqarmoqda.